Bilasizlarmi, chet elga o'qishga ketganlarda eng katta qiladigan xato nima? Bu o'qish bilan ishlashni bir paytda o'zida olib borish. Agar siz chet elga o'qishga bormoqchimisiz, birinchi o'rinda to'liq stipendiyali o'qishga borishga harakat qiling. To'g'ri, buni hammada ham iloji bo'lmasligi mumkin, lekin agar iloji bo'lsa, birinchi o'shani tanlang. Agar uni iloji bo'lmasa va siz o'qishga o'zingiz pul topishingiz kerak bo'lsa, birinchi o'rinda pul topishni tanlang. Nimaga deganda, o'qish bilan ish bir paytda o'zida bo'lmaydi. Chunki o'qish bilan ish doim sizni energiyangizni hammasini siqib oladi. Chunki ish beruvchilar hech qachon part time oladimi, full time oladimi, sizni prostodagi ishga olmaydi. Hech qanday tajribangiz yo'q va sizdan hamma energiyani talab qiladi va energiyangiz qolmaydi. Natijada na normalniy pul topa olasiz, na normalniy o'qigan bo'lasiz. Va 3-4 yildan keyin yoki 4-5 yildan keyin o'qishni tugatganingizdan keyin sizda na pul bo'ladi, na bilim bo'ladi. Va siz hamma narsani yana noldan boshlashingiz kerak va umringizda 4-5 yili ketgan bo'ladi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, birinchi maslahatim, avval pul toping, keyin to'liq o'qing. O'shanda sizda ham pul bo'ladi, ham bilim bo'ladi va siz o'shani intervyularingizda aytishingiz mumkin. Sizda tajriba bor, qanaqa bo'lsa ham va sizda kerakli bilim bor, chunki siz o'qigan bo'lasiz. Hech qachon o'qish bilan ishni yarim-yarim qilmang. Natijasi 0 bo'ladi. Va siz 4-5 yildan keyin hech narsasiz yo uyga qaytasiz yoki chet elda yana davom ettirasiz. Va bu shunaqangi saykl bo'ladiki, hech narsaga erisha olmaysiz. Shuning uchun bittasini birinchi o'rinda tanlang.